Hi guys, ребята. Всем привет. Qalaysizlar? Bugun bizda mana shunaqa qovoqli somsa и go'shtli somsa. Bu qo'y go'shtidan bugun somsa qilamiz. Xamiri oddiy o'sha o'zimiz bilgan xamir. Kecha o'zim tayyorladim, домашний. Ko'chani xamirlari yaxshi, lekin ularga uksus solishadi. Uksusi baribir ta'mi bilinadi somsa pishgandan keyin. Shuning uchun do'stlar, bugun o'zim xamir qilib, o'zim somsa pishiraman. Agar qiziq bo'lsa kuzatib boringlar, hali tuganim ham qo'yaman. И тут qovoli. Buning ichida piyoz bor, qovoq bor, shakar bor 2 qoshiq, и 1 qoshiq kichkina qoshiq, 2 qoshiq kichkina qoshiqda tuz. И все. Semechka yo'q solsa ham bo'ladi. No, semechka yo'q solmadim. Chunki qolmabdi. Paxta yo'q. Uni qizdirib solsa bo'ladi. No, shart emas deb o'ylayman. Qovoq uchun. И вот такие дела, девчонки. Mana xamirni endi kesib chiqamiz. Guys, xamirni aytadigan bo'lsam, retsepti sekretniy deb ko'pchilik aytmaydi. Bu 1:1 mol yog'ini eritib solasizlar и xuddi o'shancha miqdorda margarin solasizlar. Margarin bilan mol yog' 1:1 bo'ladi. И shunda qavatli bo'lib, kusur bo'lib zo'r bo'lib chiqadi, xudo xolisa, inshaalloh. Sekretlardan bittasi shu. Mana xamirim yumshoq va mayin bo'lib chiqdi. Mana девчонки, somsalarni to'ydik, endi bularni pishirishga boramiz. Девчонки, somsalar pishdi. Mana aytganimdek, qavatli bo'lib chiqadi. O'sha aytganim, o'sha sekreti. И xamirni ko'p tindirish kerak. Xamirni ko'p tindirsak, chiroyli appetitli somsalar bo'ladi.